Mana bu do'xini o'zim uchun olgandim. Va buni urug'chalari bor. Oldin ham reklama qilgandim. O'zida korobkasini ustida urug'chalari bor. Shuning uchun men buni mart oylarida ochmoqchi edim. Chunki shuni ochsam urug'ini ekaman deb. Ha, lekin bugun ochmoqchiman. Sabrim chidamadi to'g'risi. Hidiki martgacha ham xudo poshsho. Olib qo'ysam, korobkasini saqlab qo'ysam, bemalol eksam bo'laveradi-ku, to'g'rimi? Balki ungacha buni tugatib bo'lib, yana boshqa olarman. Shunaqami? Vo, anaqa korobkasi bor-ku, qanaqadir paxtali anaqa ekan, qog'oz emas ekan. Bekorga bu 615 ming so'mmasda. Vo. Chunki mana hozir ko'chaga chiqib ketdim. Shirin bo'lib dedim-da. Ertalabdan o'zim kayfiyatim ko'tarib, to'g'rimi? Og'izchalarni qaranglar. Og'izchasiga nima gap? Birinchi zo'r. Do'xini mana bunaqa qilib sevish kerak. Zo'raganiga maqtashgancha bor ekan. Qizajonlar, yigitlaringni oldirib olinglar.